72 qism. Yaqub qiziqib mashinadan tushdi va odamlar yig'ilib olgan do'konning oldiga keldi. Bu do'kon cheqiladi ekan. Do'kon egasi arzon bahoda sotqidak. Bir nechadan kusuldab yerdagi yirtilgan qog'ozni dastlab tilg'il turdi. Yaqub chochlari oqargan, yeshi cho'ngroq bir erni yoniga tortib so'rdi. Aka, bu do'kon cheqilamdi ekan? Shundoq. Hukumatdan konu do'konlar cheqiladi deb bu do'konga belgisib qo'ydi. Do'kon egasi bu cheqilmoqchi bo'lgan do'konni arzon bahoda sotmoqchi ekan. Setish uqtirishida setmoqchi bo'lganlar yer xiti bo'yicha setib olsin, do'kon o'rniga pul berildi deb yozibdi. Bu aniqli bir aldamchilik. Bilmaganlar bu do'konni setib olsa ziyon tortmamdi. Undaqda bu do'kon patarda cheqilsa, do'kon o'rni bo'sh qoladi ekanda. Shundoq. Bu ya'ni kengaytib, o'tirdan yo'l ochadi ekan. Do'kon qilishga texmi bo'lmaydi. Undaqda yer egisi nemishqa bu cheqilmoqchi bo'lgan do'konni sotadi. Bu konu do'konlar hukumatga tava, setib olishga bo'lmaydi. Burun ijara elib ishlatganlar do'konni setib, ozroq foydaga erishmoqchi bo'lgandi balkim. Lekin hukumatdan ijara elishqimi, setib olishqimi bo'lmaydi deb uqtirish tushirdi. Shunga kishilar to'plashib olib, do'kon egasi chiqargan e'lon varaqchisini yirtib tashlabdi. Ahvol mushovka. Moispet yana kalti yutilib qo'ydi. Yaqub bir ishlarni tushungandek Moispet bilan chiroyli qo'shilishib mashinasiga chiqdi. Rajabning bu konu do'konni darhol qo'ldan chiqarishning sababi aslida meni qiltaqi dastish uchun ekanda. Texi qavoxona ichishni bahona qilib, Ayguldanmi foydalanmoqchi bo'pti. Men bundoq oson bo'ldi qilsam bo'lmaydi. Yaqub mashinasini haydab do'konga keldi va yordamchisini ishxonasiga chaqirtib, bu ish ustida maslahatga tushdi. Rajab bizga sotmoqchi bo'lgan do'kon pot orda cheqilib yo'l qilindi ekan. U bizni aldabdi. Rostila niyat qar ekan. Endi qana qilamiz? Aygul yo'qolib ketdi. Ta'limimizga buni boldirilib bayqab qoldim. Biroq Rajabning parda orqasida o'yin o'ynayotganligi aniq. Sen to'lqin ishkisiga oid bir yipish topoldingmi? Topdim. Biroq nima biroq? Menimcha biz ularning ishiga aralashmaylik. O'zimizga bola tepib olsak, keyingi ishlarimizga ta'sir etib qolarmikin? Bu ish bundoq oson tugamaydi. Rajab bizga va Aygulga qilganlarining jazosini tortish kerak. To'lqin ishkisi burun yer tijarati qildi ekan. Biroq orliqda ozroq foyda ziyon munosabati bilan u tijoratni to'xtatib, zahar sotishga aralashib qoldi. Keyin ichkariga yo'tkayotgan bir turkum moldan 2 sandiq zahar bayqilib, Rajab bilan To'lqin saqchilar tutilib qoldi. U chog'da To'lqin mol yo'tkashga mas'ul bo'lib, molni kirgizishni Rajab o'rlashtirgan ekan. To'lqin ig'ir jazoga uchrab qolishdan ansirab, qo'lidagi Rajab imzo qo'ygan mol kirgizishga doir qo'shimcha materiallarni yo'shirin saqchiga topshirib berib, butkul gunohni Rajabga ortib qo'ygan ekan. Rajab mushu ish sababli 6 yil turmada yetibdi. Ahvoldan qaraganda To'lqin ikkisi o'tirsida hozirgacha ig'ir tirkishish boday qiladi. Yaxshi. Bir tog'da 2 yo'l bor. Birga yaxshiyanmaydi. Amini birsi yana birsini yiqitadi. Biz o'ttirliqda o'yin ko'rsak bo'ldik. Xo'jayi, u ikkisi cho'ng savdogarlar. Hozirgacha zahar savdosini tashlamabdi. Tekshirishimcha, To'lqinmi zahar savdosini yo'shirin qilibdi. Bizchi eng yaxshisi ulardan yiroqroq turaylik. Deganing to'g'ri. Bu qitim do'konning ishida Rajabning suiqasdi oshkoralanib, u sal yovoshlab qolgandek turdi. U Aygulni dastak qilib, yana bizdan foydalanishi mumkin. Shunga Aygulni darhol tepishimiz kerak. U zoti nadidu? Yaqubning xiyol kaptiri yana Aygul tarafga qanot qoqdi. Tushdan keyin Yaqub Gulnoz bilan aloqalashib, setib olgan narsalarni uyga to'shidi. Gulnoz mashina haydayotgan Yaqubning miskin qiyofatiga qarab so'rdi. Dada, bir necha kun yo'qolib ketdi. Sendan ansirab qoldi. Mendan ansirma. Tijorat ishlarida ozroq avorchilik bo'lib qoldi. Aygul ocham qanday bo'ldi? Uning Gulzay ocham senga ish qilib deganda qilib atqanda. U ketibdi. Nima? Nimish qamdi? Nega ketganligini bildingmi? Bilmayman. Gap so'zsizlik ketib qopti. Telefon uchir qilsam javob yo'q. Balkim bizni avor qilishni xohlamagandir. Yo'li yerim bo'lgan o'xshamamdi. Yaqub undimidi. Biroq uning ifodasiz chiroyidan qanchalik azoblanayotganligini bilish tasga to'xtamaydi. Oradan 2 yil vaqt o'tib ketdi.
Yan'an yo'lidagi yangi bitgan 2 qavatli savdo sarayi bugun ish boshladi. Ishik sirtiga tizilgan qator gullar va esilgan rangarang sharchilar kirib chiqayotgan xaridorlarga yangi savdo sarayining ish boshlaganligini jakarlayotgandek Atiyazning mayni shamilda yengil pulangshimoqda. Voy, Jenim, bu men. ha, bildim. Nimishqa telefon qildim? Bugun ishim borligini bilading-ku. Bilaman. Shu seni seg'indim. Ruxsat so'rab chiqsang, seni bir yerga opiray. Uf, bo'lmaydi. Bugun yangi savdo sarayimizning ichirish marosimi. Bundaq chaqda ketib qolsam, dadamning ko'ngli yerim bo'ladi. Bahona topsang bo'ladi-ku. Seni savdo sarayining yon tarafida saqlayman. To'xtab tur. Voy. Telefon javobsiz uzib o'tilgachga qiz saljili bo'lib, qip-qizil lavlarini yengil tishladi. Gulnaz maktabdan chiqib olib Turansaning go'zallik salonida ishlab xili usta girimchik aylanib, dadasining himoyasida o'z oldiga do'konini ochib olgan edi. U amdila 17 yoshning qarsini olgan go'dak qiz bo'lmasdan bir qarashqila xili ish ko'rgan, turmushning agir to'qaylarini boshdan kechirgan pishqan qizlardan ekanligi bilinib turardi. Dada, men ish o'rnimga berib kelay. Turansa acham telefon qildi. Ma'qul. Kechda balduroq qaytib kel. Ma'qul dada. Ha, bo'ldi. Tezroq ishingga mang. Yaqub qizning chehradagi xushalliqni ko'rib so'z kuldi. O'tqashda ko'zini chaqintadigan chiroyli ko'ynakning ustiga alrang kuzlik palto kiyib olgan Gulnaz dadasi bilan xo'shlashib, yo'l leviga to'xtatilgan oq rangli mashinaga chiqdi. Yuzlari yumuloq, bo'ylari egiz, qaddi qomat kelishgan bu yigit Faxriddin bo'lib, 2 yilning yoqi Gulnaz bilan girimchik san'ati ustida izlanib chiqishib qolgan edi. Jenim, bugun bek chiroyli bo'lib ketibsan. Ay, bo'ldi. Chaqchiqni qo'yib tezroq mashina edi. Dadam ko'rib qolsa xafa bo'ladi. Buncha jiddiy chaqirtib chiqdik. Meni nega opirmoqchisa? Xafa bo'lib qoldingmi? Bundan oldirtib chaqirtib chiqqaningdan qaraganda, bilak alayda ishim yo'q ekan. Meni opirib qo'y. Voy, mana ketyapmiz-ku. Faxriddin rad qilingan qo'llarini qayta Gulnazning nozik barmoqlariga erkilab turib so'zdi. Gulnazma bu qitim royishlik bilan uning qo'llariga chirmashgan barmoqlarini yengil siqim dedi. Dadam bek qaltischimu, shuncha cho'ng savdo sarayini setib olib ish boshlay oladi. Albatta, bu 2 yilda dadam ko'p tirishdi. Butun diqqatini savdo ishlariga otdi. Uning qashil bo'lgan odami yo'q. Qashili bo'ladigan deganing qandoq gap? Ajba ayol kishini ko'zda tutmayotgansan? Shundaq. Burun dadam ayollarning kaynida yurib, ishlari faqat ilgari bosmagan. Bu 2 yil uning uchun to'limi tasdi o'tdi. Biroq u natija qozondi. Ballar oldida xijolat bo'lmadi. Barliq mehrini bizga berdi. Sho'ng acham, inim, hammamiz 2 yilni shundoq ko'ngillik o'tkazdik. Biroq Shiralini topolmadik. Bunda qilma, hamma ishlar o'tib ketdi. Balkim ukangmo bir yerlarda xushal yashayotgandir. Faxriddin qizga qanday tasalli berishni bilmay, uning qo'llarini ching siqim dedi. Vaqt ajoyib narsa. U biz yo'qtib qo'ygan narsalarni unutildirdi. Biroq aslimimizda hamon ashu jarohatlarning ochiq dog'lari bor. Vaqt o'tgan sari bu dog'lar suslaydi. Shuningdek, qalbimizda yo'qtib qo'yganlarimiz uchun o'kinadigan va o'rtinadigan qalb jarohatlarimizmi vaqtning o'tishiga ergishib, asta-asta qalbimizdan ko'tarilib ketadi. Bir kunlik ichilish murosimiga qilingan tantana muvaffaqiyatli oyoqlashdi. Yaqub muhim xaridorlarni uztib, arg'inidan savdo sarayining o'ng tarafidagi chiroyli bezalgan ishxonasiga kirib, yonma-yon qo'yilgan chiroyli kresloga o'zini tashlab, ko'zini yumdi. Kiring. Ha, ballarim. Herqani. Ha, o'ltiringlar. Bugun bek japa chekdinglar. Qo'singlarni ochqandi. Bekmi japa his qilmadik. Seni tabriklaymiz dada. Oxiri savdo sarayi echib oldim. Rahmat qizim. Boshqa ishlar bo'lmasa men kitobxonaga boratdim. Qaytqash turaylarmikan deb yaningga kirgandik. Menmi kitobxonaga boraman. Dada, bizga ruxsat qilgin. Ha, sizlar qaytinglar. Men ishchi xizmatchilarga yig'in echib ondan qaytaman. Kechda sirti tomoq yeyli. Sizlar Gulnozni elib, uyning keyiniki Gulbog' tez tomoqxonasida meni saqlab turinglar. Menmi ishlarimni tugatib bo'lmaganman. Ma'qul dada. Ma'qul dada. Nadira bilan Adil o'rnidan turib, oddiyli xo'shlashib chiqib ketdi. Yaqub yengil ufsundi va oxiri savdo saroyini setib oldim. Ballarimni yanimda.
Biroq shir toy chiqim yenimda yo'q. O'g'lim, sen zodi nada? Zodi nada? Uning ko'zlaridagi o'g'liga bo'lgan seg'inish o'tlari borgan siri lavuldamoqda. Gulnaz Faxriddin bilan shahar sirtidagi ko'l bo'yiga kelib, yangi ochilgan Nilufar gulini tomosha qildi. Bek chiroyli ekan. Mush faslda Nilufar ichildi ekan deysa. Qiz hayajon ichida cho'kidek tomliqdagi tayoq bilan gullarni yengil noqushladi. Bu gul suvi qurimas ko'l yuzida mushundoq chiroyli ichiladi. Odatda muz to'nimasa qish yoz deb ayirmaydi. Qara uning yaproqlariga, bekli jonliq. Shundaqmikan? Bekli jonliq ekan. Gulnaz tayoqcha bilan gulning yaproqlarini qong'uchi o'ynab oldi. Faxriddin kun qayrilgan shafaq yuziga qarab qizni askartib. Hamda qaytaylimi? Vaqt nimadan tez o'tgan? Birdan 17 ga kirib qopdimi? Gulnaz, biz tanishqilimi 2 yil bo'pti. Har qaytam talabimni bahonalaring bilan rad qilasan. Agar xohlasang. Gulnaz Faxriddinning suyga izhor qilayotgan turqiga qarab qaqoqlab kuldi. Faxriddin Gulnazning kulgan turqiga qarab, uningdan nimishqa kulganligini so'radi. Nimaga kulsan? Men senga astoydil gap qilyapman. Sen har qayta meni uchrashga taklif qilganingda mushketni deysan. Mening senga deydigan baholarim tugab qoldi. Bugunmi yana shundoq deyman. Men texi kichik. Dadamni to'yishimga qo'shilmaydi. Qaytayli, meni uyimga olib qo'ygan. Faxriddin necha qitim rad qilinganidan xijil bo'lib, Gulnazning orqasidan minib mashinaga chiqdi. Bundaqla rad qilinishga yuz chidamagan yigit qaytadan Gulnazga yuzlandi. Gulnaz, yosh masalasi ikkinchi masala. Muhimi, men seni bek yaxshi ko'raman. Hay, mashinada, endi bu to'g'riliq paranglashmayli. Sen meni yaxshi ko'rmamsan? Ko'zimga qarab turib, seni yaxshi ko'rmayman deb aqa. Ondan ikkinchi bu gapni tilg'anmayman. Ay, bundaq qilma. Men sana degan, ishim to'y qilish ishiga to'shmaydi. Men dedim-g'o, yosh masalasi muhim emas deb. Hozir savolimga javob ber. Men seni akam o'rnida ko'raman. Men ishongan. Sen yaxshi yigit. Men ko'p yordam qilding. Tushundim. Endi qayta tushuntirib o'ltirmasang bo'ladi. Uzundan bo'yan kutgan javobga erishdi. Yigit umidizlangandek ochiq o'xsinib mashinani qo'zg'adi. Mayin shamolda daladagi yalang'ochlangan daraxtlar yengil pulangshitdi. Gulnaz qerindishidek chiqishib o'tayotgan bu yigit bilan azaldan bundoq jimjit mengib baxmag'achqa ig'ir sukut uni beklib yaram qildi. Mendan ranjigan bo'lsang, ko'ngildagini aytgan. Yoki tilasangmi bo'ladi. Bundoq jimjit turib olsang, beklib yaram bo'ldi ekanmi? Yigit undimidi. Biroq chiroydagi norozilik ichiga patmagandek pat-pat ochiq o'xsinib qo'yatdi. Mashina tezli shahar ichiga kirib, vildab yongan go'zal kechi qo'yniga sho'ng'idi. Nadira bilan Adil kitobxonadan yinib uyga piyoda qaytayotganida, ojisining ko'zi oldida 3 qadam orliqda ketayotgan ona bolaga tushdi. 6 yoshli chamisdagi o'maq o'g'il bola opasining putiga esilib, marjini g'alvis qilib o'tadi. Opa, mening morojnigim bor. Morojni pagina opa. Opa, ipira. Balam, soğuq narsa yesang zukamdab qalasan. Uyga borganda men sen o'xshitib tamoq etib beray bo'lamdi qozam. Buningda jex yeydigan narsa bor. Uyga borganda sana beray bo'lamdi. Voy, bak yaxshi bo'ldi. Bak yaxshi bo'ldi. Bala sho'x erkilab, qo'lidagi xaltini yengil pulanlatib ketib boradi. Nadira balaga qarab, Shirali va opsi Salimani yodiga ilib, ko'ngli bir qismi bo'lib qoldi. Acha, nim bo'ldi? Shiralini eslab qoldingmi? Ukam yo'qab ketgili 2 yil bo'ldi. Agar u hayot bo'lsa, hozir nadidu? Hay, bo'ldi, tezroq qaytaylik. Bayanda Mustafa Abdurrahim. Ovoz